Assalomu alaykum. Kanalımda Fransiyadagi turmushim va sog'lom yemeklik odatimni o'rtoqlashaman. Abone bo'lib, barmoq besib, inkas qoldirib qolishinglarni umid qilaman. Bugungi so'rliqni oldin tayyorlab olgan qo'rimlar bilan qildim. Hafta oxir to'nglatqutga qaldiq ko'ktatni betaraf qilish ham hafta ichidagi barliq ishlarimni joyida elib menish uchun 3-4 xil oson buzilib qolmaydigan to'nglatqut 2 kungacha saqlanib bo'ladigan ko'ktatni moslashtirib, uzuqlik qiymatini qo'rda o'tmaslik uchun 50-60% pishirılgan qo'rimlarni tayyorlab olaman. Yemekni oldin tayyorlash va saqlash to'g'risida video chiqarishni o'ylashyapman. Qaysi tema qiziqadiganlarga inkas qoldirib bildirishinglarni qarshi olaman. Namazdan keyin bo'lsa 3 kilometrdan yuqori meyab Sapovada oksigenli harakat qilib, səhərlik öynüşümgə ruhluq halda hazırlanıram. Hava shunda yaxshiki, shu bordigan yerlarga berib ketgan bo'ldik. İlk yerden yenip görüşmeyim geldim. Bu yerden çıkıp boğçayını keşif gittiğinden boldu. Oh, ahır tüylü. Organik dukandan tez köktat ep, öykü qaytip iftarlık tayarlık qamsam olmaydı. Köygünün Allah'a rahmet. Allah'a emanet. Kelar qatımlıq video görüşəydik.